Toshkent davlat transport universiteti tomonidan Science and Innovation xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida chet tillarini o'qitishning innovatsion usullari, tarjimonshunoslik va filologik tadqiqotlarda zamonaviy yondashuvlar mavzusida xalqaro ilmiy amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Anjuman chet tillarini o'qitishning innovatsion texnologiyalari va ularning amaliy ahamiyati, tilshunoslik, tarjimashunoslik va adabiyotshunoslik sohalaridagi zamonaviy ilmiy qarashlar, muammolar va ularning yechimlari kabi ilmiy yo'nalishlarni qamrab olgan bo'lib, unda yetakchi olimlar, amaliyotchi mutaxassislar hamda yosh tadqiqotchilar bir qator dolzarb masalalar yuzasidan o'z ilmiy qarash va tajribalarini o'rtoqlashdi. Biz til o'rganishga innovatsion yo'llarni yurishimiz, tarjimada ilmiylik va badiiylikni uyg'unlantirishimiz va filologik izlanishlarda zamonaviy va ilmiy maktablarga tayinlashimiz zarur. Bugungi konferensiyamizning birinchi maqsadi ham bizda birinchi o'rindagi chet tillarni o'rganish bo'lsa, ikkinchi navbatda undagi innovatsion yondashuvlarni alohida ko'tarib chiqish. Mamlakatimiz olimlari ham o'zini ishtiroki bilan bizda bugungi kundagi til sohasidagi muammolarimiz, ayniqsa chet tilini o'rganish sohasidagi muammolarimizni mana shu konferensiyamizda muhokama qilishga yig'ilishgan. Anjuman katta ilmiy qamrovga ega bo'ldi. O'zbekiston, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlari va boshqa xorijiy mamlakatlardan jami 400 dan ortiq ilmiy maqolalar taqdim etildi. Ayni ushbu konferensiya hozirgi paytda juda ham qizg'in bahs munozaralar bilan bo'lib o'tdi hamda turli xil davlatlarni vakillari ishtirok etdilar o'zlarining chiqishlari bilan. Jumladan o'zim ham aynan shu universitetning talabasi sifatida o'z maqolam bilan ishtirok etdim. Ushbu maqolamda ya'ni chet tilini o'rganishdagi metodlar hamda ularni qay darajada talabalar yokida o'quvchilarga yetkazib berish mavzusida o'zimni chiqishimni amalga oshirdim. Ushbu xalqaro anjuman sohada ilmiy integratsiyani mustahkamlovchi, ilmiy innovatsion g'oyalarni targ'ib etuvchi va ilmiy hamkorlikni kengaytiruvchi muhim maydon bo'lib xizmat qiladi.